Hurmatli o'quvchilar, demak, natural sonlarni qo'shish va ayirish mavzusini ko'ramiz. Sinf ishini birgalikda hal qilamiz. Demak, 1 dan 6 gacha bo'lgan hamma misollar qulay usul bilan hisoblang degan qoida asosida. Qulay usul qanaqa deganda, qo'shganimizda imkon boricha ko'proq oxiri nolli chiqsa, mana shu qo'shishni qulay usul deyiladi. Masalan, 42 bilan 58 ni qo'shsak, natija 100 chiqadi. 133 ga 67 ni qo'shamiz, natija 200. 200 ga 100 ni qo'shsangiz, natija 300 ligi ma'lum bo'ldi. Xo'p, keyingi qulay usulni qidiramiz. 12 bilan 88 100, 34 bilan 66 100, 100 ga 100 ni qo'shsangiz, natija 200. Xo'p, bunda 144 bilan 56 mana oxir to'rtlikka oxiri 6 lik qo'shilsa, oxiri 0 lik chiqadi-ku. 144 ga 56 200, 28 ga 170 ga yana 200, 200 ga 200 natija 400. 4 ko'ramiz. Qulay usul bilan hisoblanayapti. Ayirganda ham oxiri 0 lik chiqadiganlarni alohida qo'ysak oson bo'ladi. Xo'p, demak, oxiri 0 chiqish kerak ekan dedik. Ayirganimizda ham bu joyda 188 dan 38 ayrilsa 150 chiqadi. 69 dan 19 ayrilsa 50 chiqadi. Demak, 150 qo'shaman 50, natija 200 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Keyingilarni ko'ramiz. Oxiri 9 lik son va oxiri mana 1 lik son. Yoki bunga qo'shish kerak, yoki bo'lmasa u oxiriga qo'shish kerak. Shunaqa qilaylikki, agar birinchidagiga qo'shadigan bo'lsam, oxiri bitta nolli son chiqadi. Agar u oxiridagiga qo'shadigan bo'lsam, oxiri ikkita nolli son chiqadi. 189 qo'shilgan 911 bu degani nech chiqadi endi bu? 1100 chiqadi. Endi 1100 ga 121 qo'shilsa, natija 1221 ga teng bo'ladi. Nihoyat 6-masalaga o'tamiz. 125 dan 310 ayrilyapti, keyin 375 qo'shilyapti. Bu masalani qanaqa hal qilsak bo'ladi? Birinchi, qo'shiladiganlar qo'shib olaylik. 125 ga 375 qo'shilsa, natija 500. Endi shu 500 dan 310 ni ayiramiz. 190. Keyingi savollarga o'tamiz. 7-masala. Quyidagi tengliklar to'g'ri bo'lsa, a ni toping. Quyidagi tengliklar to'g'ri bo'lsa, a ni toping. Kelar birgalikda mana shu masalalarni hal qilamiz. Ancha qiziqarli masalalar ekan. Qanaqadir songa, mana bu joyda, qanaqadir songa 4 ni qo'shilsa, natija 15 chiqyapti. Demak, birinchi kattayichiga 11 da yozamiz. Endi davom etamiz. 4 ga qaysidir son qo'shildi, natija 1 bo'ldi. Bu kattaga 1 da yozamiz. Endi mana bu joy qoldi. Xo'p, qaysidir songa 1 ni qo'shildi, natija 10 bo'ldi. Demak, bu joy 9 ligi ma'lum. Mana 9 ga 1 ni qo'shing, natija 10. Endi a ni topishimiz kerak-ku biz bu yerda, bu joydagi. 11 ga 9 ni qo'shamiz, a ni qiymati kelib chiqadi. 11 ga 9 20. Demak, a ni qiymati 20 ligi ma'lum. Kelinglar endi 8-misolni birga ko'rsak. Ya'ni mana bu misol haqida gap ketadi. Quyidagi tengliklar to'g'ri bo'lsa, endi s ni toping deyapti. Xo'p. Endi bu tomonda noma'lumlar 2 ta, bu tarafda ham noma'lum 2 ta. Lekin bunaqasiga qaraymiz mana. Mana bu tomonni qarasak, javob topsak bo'lar ekan. Qaysidir sondan 5 ni ayirganimizda natija 15 chiqyapti. Qaysi sondan 5 ketsa 15 chiqadi? 20 dan. 20 dan 5 tayyordik, 15 chiqdi. Endi bu joy ishlasa bo'ladigan holatga keldi. Qanaqadir sondan 20 ni ayirganda 10 chiqdi. Demak, qanaqadir sondan o'zini necha desa 30 deymiz. Mana haqiqatan 30 dan 20 ni ayirsangiz 10 chiqadi. Endi 30 dan qaysidir sonni ayirganda natija 17 chiqdi. Savol, shu sonni o'zini qanday topamiz? 30 dan 17 ni ayirsak, bu joydagi son 13ligi ayon bo'ladi. Davom etamiz. 9-masala. Aytishlar bo'yicha 41, 42, keyin 3.46, 47 bo'sh joylardagi sonlar yig'indisini toping. Keling, birga bo'sh joyda qaysi sonlar borligini topamiz. 43 degan son bormi, yo'qmi? Bor. 44 bor, 45 bor, keyin 46, 47 o'zi mavjud. Endi shularni bir-biriga qo'shamiz. Xo'p, 3 ga 4 7, 7 ga 5 12, 12 ni ikkisi bir yodda, 4 ga 4 8, 4 ga yana 4 qo'ysak 12, bir yoddagi bilan 13, 132. Mana birinchisini birgalikda ishladik. 10 ni ko'ramiz. 76, 77, 81, 82. Bo'sh joylardagi sonlar yig'indisini toping. Xo'p, qanaqa sonlar bo'lishi mumkin? 77 dan keyin 78, 79, navbat bo'yicha 80. Hammasini bir-biriga qo'shamiz. 0 ga 9 9, 9 ga 8 17, 17 ni 7si bir yodda.
8 ga 7 15, 15 ga 7 22, bir yoddagi bilan 23. Mana 237 bo'ldi. Nihoyat 11-savol. Barcha juft raqamlar yig'indisi nechiga teng? O'zi raqamlar nechta? 0 dan boshlab 9 gacha. Endi ularda ichida juftlarni yozib chiqamiz. 2 bor, 4 bor, 6 bor, 8 bor va albatta 0 ham bor. 0 ham juft raqam. Endi ular yig'indisini topish kerak. Hammasini o'rtasiga plus qo'yib yozib chiqamiz. Qo'shuv. 2 ga 8 ni qo'shamiz, 10 bo'ladi. 4 ga 6 ni qo'shamiz, 10 bo'ladi. 10 ga 10 ni qo'shsangiz natija 20 ekan. 12-savol. Eng katta 3 xonali va eng katta 2 xonali sonlar farqini toping. Eng katta 3 xonali va eng katta 2 xonali sonlar farqi. Eng katta 3 xonali son bu 999. Undan kattasi 1000 faqat. Eng katta 2 xonali son bu 99. Farqini top desa, ularni ayirmasini topishimiz kerak. Natija 900. Keyingi savolga o'tamiz. 13-masala, hurmatlilar. Eng kichik 3 xonali va eng kichik 2 xonali sonlar yig'indisini toping. Endi bu safar yig'indi. Eng kichik 3 xonali son bu 1 bilan boshlanadi, orqasida 2 ta 0 bor. 100. Va unga eng kichik 2 xonali son 10 ni qo'shamiz, natija 110 ligi ma'lum bo'ladi. Nihoyat 14-masala. 0 raqami ishtirok etgan 2 xonali sonlar yig'indisi 100 dan qanchaga ortiq? Demak, 0 raqami ishtirok etgan 2 xonali sonlar bu birinchisi necha desangiz 10 bo'ladi. Keyingisi 20, 0 raqami 30, 40, 50, 60, 70, 80 va 90. Endi aytishingiz mumkin, 0 raqami oldida ham kelishi mumkinmi? Yo'q. Masalan, 08 bo'lsa, u bir xonali son bo'lib qoladi. 2 xonali son ekanmi? Albatta 0 raqami sondan keyin turishi kerak. Endi bular yig'indisini topishimiz kerak birga. Oson usulda hisoblaymiz. Mana 10 bilan 90 ni qo'shamiz. Necha bo'ladi? 100. 20 bilan 80 ni qo'shdingiz. 100, 30 bilan 70, 100, 40 bilan 60, 100 va oxirida 50. Endi 100lardan nechta bo'ldi desa 1, 2, 3, 4. 4 ta 100 bor ekan. 4 kere 100, 400 va o'rtada bitta 50 qolib ketyapti. Hammasini qo'shsangiz jami 450 ekan. Endi savol, mana shu 450 soni 100 dan qancha ortiq? 100 dersak 350 kelib chiqadi. Demak, barcha noli bor 2 xonali sonlar yig'indisi 100 dan 350 ga ortiqligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, shunaqa qilib 14 ta misolni birgalikda ko'rdik. Endi keyingi betga o'tamiz. Bir-biridan qiziqarli misollar mana shu joyda ekan. Boshladik. Quyidagi hisoblashlar to'g'ri bajarilgandan so'ng so'roq belgisi o'rnida qaysi son bo'ladi? 0 ga qandaydir son qo'shilgan. Demak bu joyda emas, yechimni mana bu joydan qidiramiz. Mana bu joyda, hurmatlilar. 2 ga 1 qo'shildi, natijani yozamiz 3 deb. Davomida 0 ga 3 qo'shilyapti. Natijani yozamiz 3 deb. Endi 1 ga qaysidir son qo'shildi, natija 9 ekan. Albatta x 8 ligi ma'lum. 8 dan 3 ni ayrilsa, mana bu joy natija 5 lik kelib chiqar ekan. So'roq o'rnidagi son, demak 5 ligini biz aniqladik. 16-masalani ko'ramiz birga. Quyidagi yig'indiga ko'ra belgilar o'rniga bo'lishi mumkin bo'lgan raqamlar yig'indisini toping deyapti. Bo'ldi, gap yo'q. Demak, yulduzcha mana bu joydagi yulduzcha, to'rtburchak va mana bu barg deymizmi? Mana shuni o'rnidagi raqamlarni bir-biriga qo'sh deyapti. To'rtburchak, qanaqadir to'rtburchak o'rnida son bor. Unga 1 da qo'shganimizda oxiri 0 lik son chiqyapti. Qaysi songa 1 da qo'shsak oxiri 0 lik chiqadi? Albatta, faqat 9 bo'lganda mana shu narsa ro'y berishi mumkin. Ya'ni 9 ga 1 da qo'shganimizda 10 bo'lib, 10 dan 0. To'rtburchak o'rnida 9 yozamiz. Xo'p, ana endi mana bu joyda yulduzcha nechiligini aniqlashga kirishamiz. Xo'p, holat bunaqa. 9 ga 1 qo'shildi, oxiri 10 bo'ldi, 10 dan 0, 1 yoddi. Haligi 1 yoddamiz 4 ga qo'shsak, mana bu yerda xayolan 5 bo'lib turadi. 5 ga 5 ni qo'shsak 0, yana 1 yoddi. 1 ga 1 yoddagimizni mana 7 ga qo'shsak 8 bo'lib turibdi. 8 ga yulduzchani qo'shsak, oxiri 5 lik son hosil bo'lishi kerak. Demak, yulduzcha necha bo'lishi mumkin desa, yulduzcha o'rniga 7 qo'ysak, mana shu narsa ro'y beradi. Demak, yulduzcha o'rnida 7 borligi ma'lum bo'ldi. Xo'p, endi davom etamiz. Yodda qoldimi? 7 ga 8 15 ni 5i bir yodda bordi.
Endi haligi yoddamiz, men tegi 2 ga qo'shib 3 qilib turamiz xayolan. 3 ga bargni qo'shganimizda 9 chiqyapti ekan. 3 ga nechini qo'shsa 9 chiqadi? Barg o'rnida 6 ni olamiz. 9 + 7 + 6 hammasini bir-biriga qo'shib hisoblaymiz. 9 ga 7 16, 16 ga 6 natija 22 ligi ma'lum bo'ladi. Shunaqa qilib 16-masalani birga hal qildik. Yaxshigina masala, qiyinligi darajasi ham tuzukgina. Endi 17ni ko'ramiz birgalikda. Quyida ayirmaga ko'ra noma'lum sonning birlar va minglar xonalari orasidagi raqamlar yig'indisini toping. Yaxshigina masala ekan, birga ko'ramiz. Boshqatdan o'qiylik. Quyida ayirmaga ko'ra, mana bu joydagi ayirmaga ko'ra noma'lum sonning birlar va minglar xonalari orasidagi raqamlar ayirmasini toping. Noma'lum son mana bu yerdagi son. Qaysi 5 dan qaysi raqamni ayirsam 3 chiqadi. Ayirishda raqamlar ayrilishi kerak-ku ketma-ket. Demak, bu joyga 2 ni yozamiz. 5 dan 2 ni ayirdik 3 chiqdi. Endi 6 dan nechindir ayirganimizda oxiri 9 lik son chiqyapti. Demak, 6 dan bir yodda olib berib 16 bo'lgan. 16 dan qaysidir son ayrilganda 9 lik son. Demak, bu joyda 7 turibdi. Endi bu 7 edi. Bir yodda olib berganimiz esimizda bormi? 10 dan nechi qoldi? 6 qoldi. 6 dan qaysidir son ayrildi, 8 qolyapti mana bu yerda. 6 dan qaysi son ayrilsa 8 qoladi desa, 6 dan ayirib bo'lmaydi. Bitta olib beriladi, 16 bo'lib turadi. 16 dan 8 ni ayirsak, keyin 8 qoladi. Endi mana 2 ni bir yodda olib berganmiz. 10 dan nechi qoladi? 1 qoladi. 1 dan qaysidir son ayriladi, oxiri 5 lik son qolyapti. 1 da o'zidan ayirib bo'lmaydi, 5 qolsa bo'lish uchun. Yana bitta olib beramiz. 11, 11 dan 6 ni ayirsak 5 qoladi. Endi 8 dan bitta olib berganimiz hisobida bu yerda 7 qoldi. 7 dan nechini ayirsak 2 qoladi desa 5 ta ayirsak. Noma'lum sonni bir nima qilib yasab oldik. Endi birlar va minglar xonalari orasidagi raqamlar yig'indisini toping. Birlar xonasida nechi turibdi desa mana 2 turibdi. Minglar xonasida 6 turibdi. Ular yig'indisini topamiz. 6 qo'shaman 2 teng 8. 18-masala. Quyida qo'shish amalini yig'indi eng katta bo'lish uchun 3 burchak o'rnida qanday raqam bo'lish kerak deyapti. Demak, natija eng katta bo'lish uchun qo'shish amali o'rnida qaysi raqam bo'lish kerak deb bizdan so'rayapti. Xo'p, birinchi 9 ga 6 ni qo'shyapti bu joyda. Mana bu joyda 6 ga 9, 15 da 5i biri yodda, keyin haligi bir yoddani mana bu joyga qo'yib turamiz. 3 burchakka 3 ni qo'shganimizda mana bu yerda 4 burchak hosil bo'lyapti. Yig'indi eng katta bo'lishini xohlayman. Mana yig'indi qachon eng katta bo'ladi desa, 4 burchak o'rniga eng katta raqam 9 ni yozganimda yig'indi eng katta bo'ladi. Endi agar bu joyga 9 tushadigan bo'lsa, 3 burchak o'rnida necha yozishim kerak? Qaysi songa 3 ni qo'shganim 9 bo'ladi desa, 3 burchak 6 ekan. Demak, 3 burchak o'rnida xohlaymanmi, xohlamaymanmi 6 degan raqamni yozishga majbur ekanman. Nihoyat 19-masala. Ko'ryapsizlar, masalalar bir-biridan qiziqarli. Quyidagi amallar ketma-ketligiga ko'ra so'rovni toping deyapti. Topamiz. Birinchi navbatda bu ikkalasini qo'shyapti. Mana bu ikkita sonni bir-biriga qo'shib turib natijani bu joyga yozamiz hozir. Qo'shni alohida bu joyda bajaraylik. 17562 ga qo'shyapmiz. 25689. 2 ga 9 11 da 1 yodda. 6 ga 8 14, 1 yoddagi 15, 15 da 5 1 yodda. 6 ga 5 11, 1 yoddagi bilan 12, 12 ni ikkisi yana 1 yodda. 7 ga 5 12, 1 yoddagi bilan 13, yana 1 yodda 4. Demak 45251. Endi undan 38917 ni ayiramiz va natijani so'roq o'rnida yozishimiz kerak. Xo'p, mana bu joyga yozamiz. Minus deymiz. 38917 6 bir yodda berilganda 3 2 bir yodda beriladi 12 3 2 bir yodda 4 4336 4336. Mana bu masalani ham birgalikda hal qildik. Endi navbat 20-masalaga. Aytish bo'yicha, yo'lovchi dastlab mashinada 384 km, velosipedda 44 km, so'ngra esa piyoda 17 km yo'l yurdi. Yo'lovchi jami necha kilometr yo'l yurgan?
Xo'p, demak, nima qilish kerak bu masalada desa, hamma shu berilgan masofalarni bir-biriga qo'shib chiqsak bo'ldi. 384 ga 44 kilometr qo'shamiz, natijaga 17 kilometr qo'shamiz. Bundan kerak emas ekan. Demak, birinchi 7 ga 4 ni qo'shdik. Oxiri birli son chiqar ekan. Mana 11 bo'ladi. 11 ni birini yozdik. Keyin bir yodda qolyapti. Yo, to'xtanglar, unaqa emas. 384 ga 44 qo'shadigan bo'lsak, 8 2 428 bo'ldi. Endi 428 ga yana 17 ni qo'shamiz. 5 tushdi. Bir yodda 445. Jamisi bo'lib yo'lovchi yurgan umumiy masofa 445 kilometrni tashkil etmoqda. Xo'p, shuna qilib 20 ta misolni birga ko'rdik. Endi keyingi misollarda ko'rishda davom etamiz. Navbat bo'yicha 21-misol. Do'konda birinchi kuni 42 tonna, ikkinchi kuni esa birinchi kundagidan 24 tonna ko'p kartoshka sotildi. 2 kunda hammasi bo'lib necha tonna kartoshka sotilgan? Demak, birinchi kuni sotilgan miqdor 42 edi. Unga ikkinchi kunda sotilgan miqdor 24 qo'shiladi. Natijada hosil bo'ladi 66 tonna. Ma'lumot o'rnida 1 tonna 1000 kilogramligini eslatib o'taman. Demak, 22-masala. Sobir hozir 9 yoshda bo'lib, otasi Sobirdan 26 yosh katta. Agar bobosi otasidan 22 yosh katta bo'lsa, boboning yoshini toping. 10 yildan keyin bobo necha yoshga to'ladi? Xo'p, demak, birinchi navbatda 9 yoshligini bildik, Sobirni 26 yosh katta ekan dadasi. Demak, otasini yoshini topishimiz kerak. Buning uchun 26 ga 9 ni qo'shilsa, otasini yoshi kelib chiqadi. Endi bobosi mana shu otasini yoshidan ko'ra yana 22 yosh katta ekan. Otasini yoshini topdik, 35 yosh ekan. Endi mana shu 35 ga 22 ni qo'shilsa, boboni yoshi kelib chiqadi. Boboni yoshi 57 da ekan. Bu bitta amal. Endi 10 yildan keyin bobo yoshi nechaga to'ladi desa, 57 ga 10 ni qo'shamiz. Natija 67. 10 yildan keyin boboning yoshi 67 da bo'lar ekan. Osonroq masalalar, to'g'rimi? Ana endi 23-masala. Sardorda 12500 so'm, 125 ming so'm pul bor edi. Hoshimda esa 109 ming so'm. Hoshimning puli Sardornikidan qancha kam? Buni bilish uchun 125 ming so'mdan ayirishimiz zarur. Nechini desa 109 ming so'mni. Natija kelib chiqadi bizda 16 ming ekanligi. Keyingi masala. Tumanda ikkita shakar ishlab chiqaruvchi korxona bor. Birinchi korxona 1 oy davomida 12035 kilogram. Ikkinchi korxona esa birinchi korxonadan 2035 kilogram ko'p shakar ishlab chiqaradi. Ikkita korxona birgalikda 1 oy davomida qancha shakar ishlab chiqaradi? Birinchi navbatda qiladigan ishimiz ikkinchi korxona yoki mana bu ikkinchi korxona 1 oyda qancha shakar ishlab chiqarishini topish va umumiysini so'raganda birinchi korxonadagi bilan ikkinchi korxonadagini qo'shishdan iborat bo'ladi. Demak, ikkinchi korxonadagi shakar miqdorini topishimiz kerak. Buning uchun birinchi korxona bo'lgan 1235 ga qo'shishimiz kerak. Aytayaptiki, ikkinchi korxona 2035 kilo ko'p. 2035 ni. Natija 0, bir yoddagi bilan 7, 0, 4, 1470. Ikkinchi korxona ishlab chiqaradigan shakar miqdori 14070 kilogram ekan. Endi unga birinchi korxona ishlab chiqaradigan 12035 ni qo'shamiz va natijani hisoblaymiz. 5 tushdi, 10 ni 0, mana bu yerda 10 ni 0 bir yodda, 0 ga 0, 0 da bir yoddagi bilan 6 va 2. Jamisi bo'lib 26105 kilogram shakar ishlab chiqarilishi ma'lum bo'ladi. Nihoyat 25-masala. Bir dona handalakning o'rtacha og'irligi 4 kilogram bo'lib, qovun handalakdan 7 kilogram og'ir. Agar tarvuz qovundan 3 kilogram og'ir bo'lsa, tarvuzning og'irligini toping. Boshladik. Handalak aytayapti, men 4 kilogramman deyapti. Qovun aytayapti, men handalakdan 7 kilo og'irman deyapti. Demak, 4 ga 7 ni qo'shsak, qovunning vazni kelib chiqadi. 11 kilogram.
Endi tarvuz qovundan 3 kilogramm og'irroq. Ya'ni 11 ga 3 ta qo'shilsa, tarvuzni vazni kelib chiqadi. Jami necha bo'ladi shunda? Tarvuz vazni 14 kiloligi anglashiladi. Shunaqa qilib 25-masalani ham birga hal qildik. Ana endi 26-masala. Anvarning bo'yi 150 cm, Sobirning bo'yi esa 120 bo'lsa, Anvar Sobirdan necha santimetr uzun? Xo'p, bu masalani yechish uchun Anvarning bo'yi 150 cm dan Sobirning bo'yini ayirishimiz kerak. 150 ayiraman 120. Natija 30. Demak, Anvar Sobirdan 30 cm ga bo'yi balandroq ekan. Mana bo'y pastligi uchun xafa bo'lyapti. Xo'p, ketdi. 27-masala. Tarvuzning narxi 1 minut. Tarvuzning narxi 18.000 so'm. Qovun tarvuzdan 3.000 so'm arzon. Bitta qovun va bitta tarvuz uchun necha so'm pul to'lash zarur? Masalani yechish uchun tabiiy ravishda qovunning narxi qanchaligini ham bilishimiz kerak. Tarvuz aytayapti, narxim 18.000 deb. Qovun aytayapti, tarvuzdan 3.000 arzonman. 18 dan 3 ta ayiradigan bo'lsak, qovun narxi kelib chiqadi 15.000 lik. Endi birga ular necha pul turadi desa, qo'shib chiqamiz mana 18.000 qo'shaman 15.000. Natija 33.000 ligi ma'lum bo'ladi. 28-masala. Restoranda dushanba kuni jami 120 ta mijozga xizmat ko'rsatildi. Seshanba kuni esa dushanba kunidan 24 ta ko'p mijozga xizmat ko'rsatildi. Chorshanba kuni esa seshanba kundagidan 32 ta kam mijozga xizmat ko'rsatildi. Shu 3 kun davomida jami nechta mijozga xizmat ko'rsatilgan? Demak, masalani ishlashni boshlaymiz. Aytayapki, dushanba kuni 120 ta deymiz, qo'shaman. Seshanba kuni dushanba kunidan 24 ta ko'p. Demak, 124 qo'shamiz. 120 ga 24, 144 ta. Seshanba kuni 144 ta. Chorshanba kuni esa seshanba kunidan 32 ta kam. Seshanba kuni 144 edi. Chorshanba kuni undan 32 ta kam bo'lsa, ayirib topamiz. 1 2 1 112 ta. Demak, chorshanba kuni jamisi bo'lib 112 ta mijozga xizmat ko'rsatilgan. Endi 3 kunda jami nechta bo'ladi? Uchovini bir-biriga qo'shamiz. Oxiri 6 7 jamisi bo'lib 376 ta mijozga xizmat ko'rsatilgan. 29-masala. Aytishlari bo'yicha mashina manziligacha bo'lgan yo'lni 3 soatda bosib o'tmoqchi. Mashina 1-soatda 65, 2-soatda esa undan 12 kam masofa bosib o'tdi. Agar jami manzilgacha yo'l 178 bo'lsa, 3-soatda necha kilometr yo'l bosib o'tish kerak? Xo'p, tushunarli. Jami yo'lning miqdori bor bizda. Kelar 1 va 2-soatda qancha yo'l yurganini topib olamiz. 1-soatda 65 edi. 2-soatda undan 12 kilometr kam. Ya'ni 65 dan 12 ga kamroq. Natija 53. 2-soatda 53 yuryapti ekan. Endi 3-soatda yurgan yo'li noma'lum x. Lekin mana shu 3 soatda yurgan jami yo'lini hisoblasak, natija 178 chiqadi. Savol: 3-soatda qancha yurgan? Buni bilish uchun jami yo'limiz 178 dan dastlabki 2 soatda yurgan masofalarni ayirib tashlashimiz kerak. Birinchi 2 soatda qancha yurdi? 118 soat yurgan. 178 dan 118 ayiramiz, natija 60 ligi ma'lum bo'ladi. Demak, 60 kilometr. 30-masalaga o'tamiz. Rasmda ko'rsatilgan 4 ta qism bir-biriga mos ulanganda hisoblash amali yozilgan to'g'ri to'rtburchak hosili bo'ladi. Misolning javobini toping. Demak, ulanish to'g'ri bo'lishi kerak ekan. Xo'p, birinchiga nima qo'yamiz? Kelar birinchiga 1 da qo'yaylik. Qismlar mos kelishi uchun 1 da qo'ydik. Davomidan 1 ga birikadigan narsa adashmasam 3. 3 da biriktiramiz. Chunki 3 dan keyin ham mana plyusni qo'yishimiz kerak-da, u qayerdir. Ya'ni 13 degan hisob hosil bo'ldi. Keyin undan keyin mana bu joyiga bu joy tushadi. Plyusni olib kelamiz va oxirida yozgan sonimiz bu necha bo'ladi oxirida? 2. 13 ga 2 ni qo'shdik, natija 15. 31-masalani ko'ramiz birgalikda. Rasmda ikkita qo'ziqorin ko'rsatilgan. Ularning balandliklari o'rtasida qancha farq bor? Demak, birinchi qo'ziqorin balandligi 12 ga teng, ikkinchisinikini topish uchun mana bu qismlarni sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6.
balandliklari orasidagi masofa 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'lsa, bu 12, bu 6. Oralaridagi farq topish uchun 12 dan 6 ni ayiramiz, natija 6 ligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, shunaqa qilib keyingi misolga o'tdik. 32. Bo'ldi. Bundan 110 yil ilgari Frank ismli bola cho'pakli muzqaymoqni tasodifan ixtiro qildi. O'shanda u 12 yoshda edi. Savol: Frank tug'ilganiga necha yil bo'ldi? Demak, 110 yil avval ixtiro qilgan va shunda Frank 12 yoshda edi. Demak, Frank tug'ilganiga necha yil bo'ldi desa, shu 110 yildan ham yana 12 yil orqaga qaytamizda. Jamisi bo'lib 110 ga 12 ni qo'shamiz. Frank tug'ilganiga 122 yil bo'libdi. Nihoyat 33-masala. Ikkita gulning har bir yaprog'iga son yozilgan bo'lib, bir yaproq berkitilgan. Gullardagi sonlar yig'indisi o'zaro teng. Berkitilgan yaproqda qanday son yozilgan? Ko'rinib turgan yaproqdagi sonlar yig'indisini topib olaylik. Osongina qilib mana 1 ga 9 ni qo'shdik, 10 bo'ldi, 3 ga 7, 10 bo'ldi, 5 ni qo'shdik. Birinchi yaproqda jami sonlar yig'indisi 25 ga teng. Endi ikkinchi yaproqdagini topamiz. Xo'p, oson bo'lish uchun mana 2 ga 8, 10, 4 ga 6, 10, 20 va ko'rinmas turgan yaproqdagi raqam. Mana shuni qo'shganimizda birinchi yaproqdagi 25 ni berish kerak. Demak, noma'lum son 5 ligi ma'lum bo'ladi. Nihoyat 34-masala. Aytilishicha bo'yicha kitob betlari quyidagicha sahifalangan: 3, 4, 5 va hokazo. Bu kitobdan 4 raqami 15 marta takrorlanadi. Kitob eng ko'pi bilan necha bitdan iborat bo'lishi mumkin? 4 raqami 15 marta takrorlanadi. Eng ko'pi bilan necha bitli bo'lishi mumkin kitob? Kelar birgalikda hisoblab ko'ramiz. Demak, birinchi to'rni 4-betda ishtirok ettiramiz. Yaxshi. Keyingi to'r qayerda ishlaydi desa 14 da ishlaydi. Keyingisi 24 da, 34 da va to'rlar rosa ko'p keladigan joy boshlandi. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Kelashakgacha nechta to'r borligini sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Xo'p, 13 47 bo'ldi. 48, 14, 49, 15. To'r raqami 15 marta takrorlandi. 49 ga yetganda to'r raqami 15 marta takrorlanib bo'ldi. Endi 49 bet ekanini xulosa qilsak bo'laveradimi? Yo'q. Yana bor, 50 ham bo'lishi mumkin. To'r raqam takrorlamayapti. 51 bor, 52 bor, 53 bor. Lekin 54-betda yozganimda to'r 2 marta yana ishlab qolyapti. Shuning uchun eng ko'pi bilan necha betli bo'lar ekan kitob desa 53 betli bo'ladi deb hisoblab qo'yamiz. Xo'p, shuni bilan sinf ishi yakuniga yetdi. Endi siz o'quvchilarga qoladigan joyi uy ishini chiroyli qilib bajarasiz.